O'riqlayotgan do'stlar, yet mezgilda qanday qilib, yana ko'nglimizdagidek ozuqlanib turib, yana samirib ketishning oldini olib bo'ldi. Yana o'riqlashimizga ta'sir ko'rsatmaydi. Men filmni javobini deb beraman. Oldida ko'rsatgan tirishchiliklarimizding hammasi bir qitimliq yetin deb bilan biroq yo'qqa aylanib ketmasin. Juma cho'qim bir tal yurakni berib o'tib, eng oxirigacha tafsili anglab chiqqan siz uchun bek muhim amaliy mazmunlar ma'u. Birinchisi, yetti dasturxonning ustiga tizgan yemekliklarning orasidagi amal va tabiiy yemekliklarga eg'iz degan. O'rab qachilangan, ya'ni jagun qilgan yemekliklarga amal va tegman. Unda o'z tabiiy narsani yesak samamaymiz degan gapmi? Undaq emas. Endi ba'zi bir o'rab qachilangan yemeklarni masalan uzun saqlash uchun, yo'tkashga oson bo'lishi uchun uning orasiga ba'zi bir moddalarni, qitilma narsalarni qatidi-ku. Tabiiy yemeklik o'z tabiiy bo'lganligi uchun u bizningki mau ishtaharimizni turaqli qilishga foydasi bor. Amal va sovuq ichimlik, o'rab qachilangan kamput deymiz, shokolad deymiz, ashtaq narsalarni sal yemay turing. Tabiiy narsalarimizga eg'iz tegsangiz bo'ladi. Ikkinchisi, bir vaqt o'ltirishda, yig'ilishda jo'zning ustiga tizgan shu tomoqlarning orasidan o'zingiz yoqtiradigan yoki hamma tomoqni eng avval har birisini bir ikki qo'shiqdan yeb bir ta'min tetib oling. Huzurni bir surib oling. Hammasidan ikki qo'shiqdan yesangiz, sizni mehmondorchiga chaqirgan sohibxonmi buni yeginingizni ko'rib bir hordiq chiqadi. O'riqlayotgandim deb yeshtim yemay azroq go'shtni yeb qo'yib o'ltirib olsangiz, ularmi bir xil o'ylab qoladi kunda. Shundaqmi emasmi? Ko'nglida ajab bir yuzimni qimida deb qoladi. Shoshqa hamma narsadan bir yevting avval, ammo ikki qo'shiqdan yeb qo'ying. Anandan keyin qo'saq to'ymig'iniga boshqa narsalardan eg'iz tegsangiz bo'ladi. Uchinchisi, tomoq yegan vaqtda eng avval go'sht bilan sayko'tatni asos qilib turib yeyiling. Endi qurbayitda cho'qimlam sog'an go'shtni oldimizga ochqidi. Shundaqmi? Shu go'shtning luq yerdan yeng, savzi, piyoz, chamg'ur ustiga saylanib qo'qmay yeyvering. Sho'rpisini ozroq ichib qo'ysangiz mayli juma yana. Qolgan qismiga boshqa tomoqlardan yana go'sht bilan sayko'tatni asos qilib, asos ochliqni emasa un, guruch degan narsani oxirgaroq olib qo'yib ozroq yeb qo'ysangiz bo'ladi. Shu chog'da qo'sqingiz bek oson to'ydi. Hamma narsani yovog'ingiz qoldi, qo'sqingiz oson to'ydi, jiq yovolmaysiz degan gap. To'rtinchisi, ochliq tuyg'urimiz sal uzunroq bo'lsin. Masalan, bir kuni bir yerga yetlashmoqchi, yoki bir yig'ilish va bir o'ltirish va bugun. Asosliq yeydigan vaqtingizni, asosliq jiq yeydigan bir vaqt tamoqni shuningga olib qo'ying. Atdigandimi jiq yeb, tushdimi jiq yeb, kechdimi jiq yeb, tayin yo'q, kes kelmas bir vaqt tamoqni jiq yeyvermang. Kech so'rin bor degan so'ng tushda azroq narsa yeb turing. Atdigani azroq narsa yeb turing. Tushda yig'ilish va desangiz, atdiganni azroq yeng, kechda azroq yeng. Amalda shu bir vaqt tamoqdan oduqingiz chiqdik yeng, shu vaqt tamoqning hammasini o'zingizni tashib etmang. 5-inchisi, tomoqni yeyishdan burun eng avval cho'qim bir stakan ya 2 stakan bir choy ichib o'ting, choy damlab ochqudi oldimizga shundaqmi? Yoki qora qahva bo'lsin bo'ladi. Atdigandan kechgacha to'xtamay suv ichib bering. Suv. Bu to'qliq tuyg'urimizni uzun so'zdi, ochiqqan nazimatlarni ila qo'sqimiz to'ysin, ko'zimiz to'ymay jiq yovolmaymiz degan gap. Qo'saq oson to'ydi. Eng oxirida deydig'im, bir vaqt tomoq qo'sqingiz to'ydi. Ammo yana biza yegingizdek o'zingizning rost to'ygan to'ymaganligingizni his qilolmagan bo'lsangiz, shu yerning o'zi o'rningizdan qo'yib ketib, hojatxonaga bir kirib chiqib 5-10 minut o'tirib o'ting. Shu jarayonda sizning obay qiliqi bir narsa yegingiz kelgan yesat yo'qolib ketishi mumkin. Qaytib chiqib yana shu dasturxonning ustiga narsalarni qo'ygan vaqtingizda, bo'ldilar qo'sqim to'yibdi, yemaychi deb aytishingiz mumkin. Ammo siz boshdan oxiri qo'pmay dasturxon oldida o'tirib olsangiz, yana shu o'zingizning to'yg'ini his qilmay, uningdan bunini yeb qilishingiz mumkin. Nayt amaliy turmushga yaqin usullar ma'u. Men azaldan mushta yet bayramlarda mush usullarni ishiltiman, hozirgacha qayta samirib boqmadim. Bir tal yurak berib saqlaylang, menga ergishib olishni unutib qolmang. G'ayrat qiling.